Samarqand. Bu nom 2700 yillik tarixni yashiradi. U hamma narsadan oldin oddiy bir maskan edi. Qadimda u Afrosiyob deb atalgan. Bu yerda ilk sivilizatsiya ildiz otgan. Buyuk Ipak yo'li shu yer orqali o'tgan. Savdo bu shaharni boyitgan. Miloddan avvalgi asrlarda imperiyalar kelgan. Samarqand allaqachon kuchli markaz edi. Miloddan avval 329-yil Aleksandr Makedonskiy bu yerga yetib keldi. Yunon va Sharq madaniyati qo'shildi. Samarqand yanada boyidi. Bu yer faqat jang emas edi. Bu yer bilim va savdo markazi edi. 712-yil Arab qo'shinlari kirib keldi. Yangi davr boshlandi. Islom dini yoyildi. Ilm va ma'rifat kuchaydi. Samarqand olimlar shahriga aylandi. Bu yerda tafakkur gulladi. Somoniylar davrida shahar ravnaq topdi. Savdo yana kuchaydi. Har bir davr iz qoldirdi. Samarqand esa yashashda davom etdi. 1220-yil Chingizxon keldi. Shahar sinovga duch keldi. Vayronagarchilik boshlandi. Samarqand kulga aylandi. Ammo u yo'qolmadi. U yana tiklanishga tayyor edi. 1370-yil Amir Temur sahnaga chiqdi va hammasi o'zgardi. Samarqand poytaxtga aylandi. Ulkan qurilishlar boshlandi. Registon dunyoni hayratga soldi. Bu qudrat ramzi edi. Bibi xonim masjidi. Me'morchilik mo'jizasi. Ulug'bek osmonni o'rgandi. Yulduzlar Samarqanddan kuzatildi. Ilm gulladi. Samarqand dunyo markaziga aylandi. Temuriylar davri oltin asr. Shon sharaf butun dunyoga yoyildi. Bu davr tarixda o'chmas iz qoldirdi. Temuriylardan so'ng hokimiyat almashdi. Siyosiy qudrat kamaydi. Ammo tarix qolaverdi. Sovet davri boshlandi. Shahar yangicha o'zgardi. 1991-yili 31-avgustda O'zbekiston Respublikasi mustaqilligi e'lon qilingan. Yangi davr boshlandi. Samarqand yana tiklandi. U zamonaviy shaharga aylandi. Bugun u xalqaro markaz. Sammitlar shu yerda o'tadi. Har kuni minglab sayyohlar keladi. Tarixni ko'rish uchun. U imperiyalarni ko'rdi. Ammo o'zi qolib ketdi. Samarqand sayqali ro'yi zamin ast. Buxoro markaziy Islomuddin ast.